Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, joriy yilning 21-26 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyatining Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlarida, Chortoq tizmasi tog'larida, Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi O'zgidrometning xabarida.